musofirchilikda ishlab, kasal bo'lib qolsa yoki tishi og'rib qolsa, "Lutfi O'zbekistonga borib qildiraman, arzonroq tushadi" dedi. Shu gapga nima deya olasiz? Endi qarang, kasallikni avvalambor davolashdan ko'ra oldini olgan Yaxshiroq va arzonroq. Aha. Agar siz u kasallikni hozir mana shu etapida davolamasangiz, ertaga O'zbekistonda qildirasizmi, Rossiyada qildirasizmi, u vaqt o'tishi bilan sizni sog'lig'ingizga zarar bera boshlaydi. Ikkinchidan, u albatta narusheniya bo'lganligi hisobiga ko'p pulingiz ketadi. Ertaga agar tish masalasi bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda siz qildirib keldingiz, stomatologingiz O'zbekistonda joylashgan. Unga garantiya O'zbekistonda bergan. Ertaga u sinib qolsa yoki biron bir narsa bo'ladigan bo'lsa, siz yana O'zbekistonga borib qildirib kelasiz. Bilet puli juda ham qimmatga tushadi. O'shaning uchun siz qaysi shaharda yashasangiz, o'sha shaharga qildirishingiz kerak. Bu birinchisi, eng asosiysi. Ikkinchisi, men sifat darajasini aytmoqchiman. Agar O'zbekistonda ham xuddi bizning klinikamizdek, Rossiyadagidek mana shunday sifatni qilib bersa, O'zbekistonda ham xuddi shu bo'ladi. Kartoshkani 100 so'm olsangiz 150 so'mga sotasiz. 200 so'mga olib 100 so'mga sotmaysiz. Shunaqa. Xuddi shunday stomatologiya bu yerda shaharlar zich, odamlarning talabi kuchli. Talab kuchligiga ishimiz ham sifatli. Bemorlarni o'zi majbur qilishadi. O'zbekistonda esa bemorlarni o'zi majbur qilishadi, arzon va sifatsiz ishlashga. Tushuninglar, demak, tishni davolash Rossiyada arzonroq. Chunki tishingizni qilganingizdan keyin nimadir bo'lib qolsa, garantiya bor-ku. Har bir tishga garantiya. Har bir tishga garantiya bor. Bemor kelasizlar, garantiya bo'yicha qildirasizlar. Так что, do'stimni men sizlarga tavsiya qilaman. Shuhrob Sheraliyevich tish masalasida любой сложностьdagi ishni qilib beradi.